Neptun shamollar hukmdori, Yerning uzoqligi. U Quyoshdan eng uzoqda joylashgan sayyora. Yerdan o'rtacha masofa taxminan 4,5 milliard kilometrni tashkil etadi. Quyosh nuri unga to'liq 4 soatda yetib boradi. Tarkibi va atmosferasi. Uran kabi bu ham muzli gigant. U toshli yadro atrofidagi muzlar, suv, amoniy, metan aralashmasidan iborat. Atmosferasida tizimdagi eng kuchli shamollar esadi. Tezligi soatiga 2100 kilometrgacha yetadi. Rangi va ko'rinishi. Neptun to'q yorqin ko'k rangga ega. Uning yuzasida ko'pincha ulkan bo'ronlarni ko'rish mumkin. Masalan, yer kattaligidagi katta qora dog'. Yo'ldoshlari va halqalari. Neptunning 14 ta ma'lum yo'ldoshi bor. Eng kattasi Triton. Bu tizimdagi teskari yo'nalishda aylanadigan yagona yirik yo'ldoshdir. Shuningdek, Neptunning 5 ta ingichka halqasi bor. Qiziqarli faktlardan: Neptunning 1 yili Yer yilining 165 yiliga tengdir. U shunchalik sekinki, yerliklar uni aniqlagan, ya'ni 1846-yildan beri 2011-yilga kelib, u faqatgina birgina to'liq aylanmani qilishga ulgurdi. Ushbu sayyora bilan kim boshqaradi? Bizning kuratorlarimizdan biri. Yuqori sevgi, ilohiy tuman. Uning energiyasi Oy energiyasiga yaqin va uning hushi Varunaga yaqindir. U ilohiy muhabbat, intuitsiya va yashirin sirlar kuratoridir. Uning borligi xuddi yengil trans yoki yoqimli tushdek his qilinadi. Uning vazifalari moddiy dunyo va ilohiy dunyo o'rtasidagi ko'prikdir. Uning vazifasi bizni shartsiz muhabbatni his qilishga va qalbimiz ovozini eshitishga o'rgatish. U musiqa, yuksak san'at, chuqur meditatsiyalar, psixologiya va e'tiqod uchun javobgardir. U bizga dunyodagi hamma narsa ko'rinmas iplar bilan bog'langanligini eslatib turadi. Ya'ni hamma narsa uzviy bir-biriga bog'liq, barcha narsalar bir-biri bilan rishtalangan. U insonni qanday tekshiradi? Neptun insonni e'tiqod, samimiyligi va o'z-o'ziga bo'lgan halolligi orqali tekshiradi. U insonni tuman ichiga tushiradi. Bu aniq javobi bo'lmagan chalkash vaziyatlar bo'lishi mumkin. Uning savoli: sen o'z ichingdan nur qidirasanmi yoki reallikdan yolg'on, ichkilik yoki yolg'on xayollar orqali qochishga urinasanmi? Nimalarni yoqtiradi? Samimiy ibodatni va barcha tirik mavjudotlarga bo'lgan shafqatni. Ijodda musiqa, she'riyat, rassomchilik va boshqa turli barcha ijodlarni juda ham sevadi. Uzlatni, ya'ni yolg'izlikni, sukunatni va o'z ichki sezgisini eshitish qobiliyatini. Nimalarni yoqtirmaydi? Shafqatsizlikni, mutaassiblikni, ya'ni fanatizm va qo'pol moddiyunlikni. Insonlar psixologiya yoki dinni boshqalarni manipulyatsiya qilish uchun ishlatishlarini, munofiqlikda yurganlarni, shovqin-suronni va organizm uchun zarar bo'lgan narsalarni. U nimani talab qiladi? U Allohga tavakkal qilishni talab qiladi. U shunday deydi: ko'zlaringni yum va Alloh muhabbati sari bo'ylab suz. O'zingga bo'ysunmaydigan narsalarni nazorat qilishga urinma. U ruhiy yuksalishni va xudbinlikdan voz kechishni talab qiladi. Uning salomi jazo tariqasida. Agar inson aldov yo'lini yoki reallikdan qochishni tanlasa, munofiq bo'lib yurgan bo'lsa, unda Neptun tartibsizlik, xaos orqali jazolaydi. Chalkash qarzlar, qaramliklar, ruhiy buzilishlar yoki o'zi ishongan odamlarining xiyonatini ko'rish darajasiga olib keladi. Inson go'yo o'z hayotining ma'nosini yo'qotib, o'z tumani ichida chalkashayotgandek bo'lib qoladi. Davomi keyingi qismda.